Endi ko'pincha onalarimiz keladi, doktor judayam chiranadi bolam, hamisha chiranadi, chiranayotganda ko'karib ketishi mumkin. Keyin sekin anamiz yig'layotganda qanaqa bo'lishi mumkin? Suratlarga oldingizmi, telefonga oldingizmi deb so'raymiz. Lekin aksariyat holatda chiranishi asosiy sabablari kichkintoy bolalarimizda, 4 oygacha bo'lgan bolalarimizda oshqozon ichak faoliyatini yaxshi emasligi, ya'ni fermentativ funksiyalarni hali to'g'ri ishga yo'lga qo'yilmaganligi sabab bo'ladi. Ko'pincha mana masalan onajonlarimizni emadi bolalarimiz va o'shandan keyin qonida og'riqlar paydo bo'lishi mumkin, kolikalar paydo bo'lishi mumkin. Ana o'shani hisobiga bola chiranadi. Chiranish farqi bor. So'raymiz: "Voy, bilasizmi doktor, shundoq oyoqlarni tortib oladi, birdaniga qizarib ketadi." degandan keyin gaz chiqadimi? Ha, gaz chiqqandan keyin ancha yaxshi bo'ladi. O'z-o'zidan ko'rinib turibdi, qonini hisobiga bo'lgan holat. Agar bunaqa chiranishlar bo'ladigan bo'lsa, onalarimizga tavsiya qilgan bo'lardik, taomnomasiga e'tibor berishlarini. Gaz yig'uvchi yoki bo'lmasam shirin ovqatlar bo'ladi-yu, mana glyukozasi ko'p bo'lgan yoki shirin ho'l mevalar yeganda ham onani sutidan shu narsa bo'ladi va bolada brajeniya deymiz. O'sha brajeniya bo'lgani oqibatida qonida og'riqlar, kolikalar bo'lishi mumkin. Yoki nohot bir xilla mosh mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilishadi. Voy, qaynonamda aytdilar, juda ham yaxshi sut keltirar ekan deydi. Bu noto'g'ri narsa.